cho'chqacha. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda 3 ta cho'chqacha yashar ekan. Ularning ismlari Naf-Naf, Nuf-Nuf va Nif-Nif ekan. Ular o'zlariga uy qurmoqchi bo'lishibdi. Kichik ukasi Nif-Nif erinchoq ekan. U tezroq uy qurib olishni xohlab, somondan uy yasabdi. "Menga shu ham yetadi", debdi u. O'rtancha cho'chqacha Nuf-Nuf ham ko'p mehnat qilishni yoqtirmas ekan. U shox-shabbalardan uy quribdi. "Bu men uchun yetadi, bu meni bo'ridan asraydi", deb o'ylabdi. Eng kattasi Naf-Naf esa dono va mehnatkash ekan. U yog'och va g'ishtdan mustahkam uy quribdi. Ukalari uning ustidan kulishib, "Shuncha ovora bo'lib quribsan-a", deyishibdi. Bir kuni o'rmonda katta yovuz bo'ri paydo bo'libdi. U cho'chqachalarni yeb qo'ymoqchi bo'libdi. Avval u Nif-Nifning somon uyiga kelib, "Hoy cho'chqacha, eshikni och", debdi. Cho'chqacha esa "Yo'q, ochmayman", debdi. Bo'ri kuchli nafas olib puflab yuboribdi. Somon uy darrov buzilibdi. Nif-Nif esa qochib Nuf-Nufning uyiga yashirinibdi. Bo'ri bu uyga ham kelibdi. "Eshikni ochinglar", debdi. Cho'chqachalar esa "Yo'q, ochmaymiz", deyishibdi. Bo'ri yana puflab, kuchli puflab, shox-shabbali uyni ham chilparchin qilib tashlabdi. Ikkala cho'chqacha yugurib Naf-Nafning g'ishli, mustahkam uyiga kirib olishibdi. Bo'ri u yerda ham kelibdi. "Eshikni ochinglar", debdi. Cho'chqachalar esa "Yo'q, ochmaymiz", deyishibdi. Bo'ri puflabdi, yana puflabdi, lekin g'ishli uy buzilmabdi. Unga kuchi yetmabdi-da. Shunda bo'ri tomga chiqib, mo'ridan tushmoqchi bo'libdi. Lekin Naf-Naf o'choqqa katta qozonga suv qaynatib solib qo'ygan ekan. Bo'ri mo'ridan tushganida qozonga tushib kuyib ketibdi-da, o'rmonga qochib ketibdi. Shundan keyin 3 cho'chqacha bir umr tinch va baxtli yashashibdi. Xulosa shundanki, har kim mehnatsevar va dono bo'lsa, yovuzlikdan o'zini asray oladi.